أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. yuqorida biz kitob tahoratni o'qildik. Kitob tahorat islomning muhim ruknlaridan bo'lgan 5 ruknning birisi bo'lgan namozga tayyorlik qilish iboratdir. Shu muhim ibodatning tayyorligidan iboratdir. Shu tahoratni muqaddimatul vojib deb ataydi. Usul fiqhda muqaddimatul vojib, ya'ni shuniki tayyorlik degan tariqada. As-salatu fil lughati ad-du'a. Hamda namozning ta'rifi. Arab tilida salat degan so'z asosan duo degandan kelgan. Uningdan boshqa bir qancha ma'nolar bor, lekin asosan shu duodan kelgan. Qala ta'ala: "Va salli alayhim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum." Yani şu zakatni topshirib olgan chog'da, zakatni islom hukumati zakat xodimlari topshirib oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu islom bo'litining raisi bo'lishdan zakatni topshirib oldi-ku. Topshirib olgan chog'da va salli alayhim, Alloh malonga barakat bersin, Alloh kang rizq bersin, Alloh qabul qilsin degandek so'z bilan duo manda. Shuna biz mutolaa o'qigan chog'da adetki insanlar Allahümme salli aleyhi desi bulamdı mesela. Enda bir bunu okuduk o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala İbn Abi Evfa diyen. Yani dua manada. Hazır şu ayette dua mani geldi demek için. Ey ud'ulahum, ularga dua kılgan diyen manada. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem ve sallat aleykumul melaike. Hazır hadisten bir delil geldi. Ayetten bir delil, hadisten bir delil. Bunun başka ayetlerden bağımdı. Hadiste وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ Enes radıyallahu anhu rivayet ki hadiste ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ca'a ila Sa'd ibn Ubade feca'a bi khubzin ve zeytin feekele. Thumma qala nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem aftara indekumus saimun ve ekele ta'amakumul ebrar ve sallat aleykumul melaike. Bunda dua qilgan. Ve sallat aleykumul melaike. Farishtalarmi sizlarga dua qildi, dua qilg'ay deganman. Ey da'at lakum. Ve qala al-A'sha. A'sha degan bu jahiliyatdagi mashhur shoirlarning birisi. İsmi Maymun ibn Qays yoki A'sha al-Kabir deb ataldi. Jahiliyatda Kabe'ga qasidalari esilgan cho'ng shoirlarning birisi. Mesela Muallaqat-ı Sab'a, Muallaqat-ı Ashr deymiz-ku. Bunda mashhur qasidalarning egisi. İslamiyat kelgan chog'da hayot bo'lsin, uzun umr ko'rib, lekin musulmon bo'lmay ketgan. Adam jahiliyatdagi shu shoirning she'ridan nima keldi? Yani arab tilida mushunda mazmunda ishlatdi deyishga. Shohid keldi. Wa salla ala danniha wartasam. Bu asli Ashaninki bir yahudiyning aroq ishlab, aroqni saqlab, uni asrab mısın? Buzilgan mısın da shunda bir parvish qilgan ahvolni sifatlab degan she'rninki bir qismi. Shuni mesela oldida va sahba'a tafa yahudiyuha qizil sharab dedi. Buning egisi bo'lgan yahudi etrafında aylanib tungdan yo'g'on tungdi bo'ldi-ku. Va abrazaha va alayha khatmun. Peçetlengen aletten için ağzı itilgen uzun müddet tutsa o'xshaydi aroq. Aslında peçetlengen aroqni tungini ichqib, aptab silib, havolandirib, hamda atrofdan aylanib va qabalaha ar-rihu fi danniha. Dan degan shu tungi, kupi deymiz. Idish yoki kup. Havolandirib buni aptab silib va salla ala danniha. Aşu idishqa, aşu kupga duo qildi. Chiqilib ketmagay, aroq buzilib qolmagay deb. Vartasam degan shu ma'noda bir panolik qildi degan. Duo tilovatni o'qib o'zining tilida narsini deb ketdi.
Yahudi bunda qildi deb shunda bir ahvolni sifatladi. Bundan ko'rsatmoqchi bo'lgan dalil mush va salla ala danniha degan. Demak, shu Arabning kupiga duo qildi. Chiqib ketmasin, Arab buzilib qolmag'ay bu deb. Ay da'a, yani duo qildi demakchi. Va fi shar'i, shariatda namoz degan bu so'zning lug'atdagi ma'nosini boshqa bir yangi ma'noga yutgan. Islomga kelgandan keyin. Shariatda ibaratun an arkanin maxsusatin va azkarin ma'lumatin bi shara'ita mahsuratin fi awqatin muqaddaratin. Shariatda namozning tarifi bu maxsus bir arkanlardan iborat. Masalan, ruku' va sujud maxsus rukunlardan iborat. Va azkarin ma'luma, ma'lum zikrlardan, duolardan iborat. Allohu akbar, sami'allohu liman hamida, assalomu alaykum va rahmatulloh masalan. Shunday. Bi shara'ita mahsura, sanliq, ya cheklik shartlar bilan. Shartlarni masalan taratlik bo'lishi, shunama qibliga yuzlanishi, avratni yo'rgan bo'lishi, bir qancha shartni sanashi mumkin. Fi awqatin muqaddara, belgilangan vaqtlarda. Masalan, farz namozlar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, vaqti aniq bekitilgan farzlar edi. Bundan boshqa ba'zi masalan vojib namozlar, sunnat namozlarning shunday chashgani, Eid namozni, undan boshqa shunda tahajjud namozi kechida o'qildi. Shunama endi bekitilgan vaqtlar bor edi. Maktabda bunda ta'rifladi. Ba'zi kitoblarda maxsus bir ibodat dedi. İbadatun maxsusa, muftataha bit takbir va muxtatama bit taslim. Allohning bir ibodat. Alloh akbarda quloq qiqish bilan boshlanadigan, assalomu alaykum va rahmatulloh deb oyoqlashgan bunda bir ibodat. Har xil ta'riflaydi, lekin mazmuni shu, biz biladigan shu namoz. Endi lug'at ma'nosi bilan shariat ma'nosining bog'lanishi bor. Duo, bunun bu ashunda bir ibodat. Xuddi endi shu namoz o'qigan kishi qiyomda turib qiroat qildi, ruku qildi, shunami? Undan sajda qildi, tashahhud o'tadi. Shunun hammasidan maqsad, ey Alloh, men sen qulluq qilma, mag'firat qil, duolarimni ijobat qil degan bir duodan iborat ekan shu. Ikkisini chechish qilinish shu. Ulamolar shu qiyomda turib o'qish, ruku, shuning hammasi asli maqsad sajda dedi. Bu nima? Xudo tantarbiyachilar bir tantarbiya qilish uchun badanni qizitadi-ku. Yugurib harakat qilib, top o'ynashtirgan. Badan qiziqqanki rasman uni boshlaydi. Shunga o'xshash sajdaga tayyorlikdan iborat. Asta buni tayyorlab, ruhiy kayfiyatni tayyorlab turib, uni sajdaga cho'kkan chaqda dal haqiqiy maqsad shu deb qaraydi. Va hiya faridatun muhkamatun, namoz bu aniq, hech qanday ehtimollik yo'q. Ixtiloflashib qoldiganda bir dalilga tayanmagan aniq bir farz dedi. Yakfuru jahiduha, buni tangan kishi farz emasda, men namozni o'qimayman, menga farz emas degan bo'lsa, kafir bo'lib ketadi. Va la yas'u tarkuha, uni tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Tashlab qo'yishda kengchilik yo'q. Sabatat fardiyatuha bil kitabi va sunnati va ijma'ul umma. Farzligi Qur'on bilan, sunnat bilan va islom ummatining ijmo' bilan isbotlangan. Misal al-kitob Qur'on Karim. Nima uchun? Chunki jumlangda siyaq qarasanglar al-kitob, as-sunna, al-ijmo' deganga Qur'on Karim kirdi. Amma al-kitabu fa qawluhu ta'ala, Qur'on Karimdagi dalili deydi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz edi deganman. Alal mu'minin degandan bu farzligi o'shadan chiqdi. Endi Qur'on Karimdagi namozning farzligini bildirgan oyatlar bular emas. Sonsiz oyatlar bor. Va aqimus salata va atuz zakat. Shunami? Hafizu alas salawati was salatul wusta. Aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl masalan. Fasubhanallahi hina tumsuna va hina tusbihun. Asham masalan namoz. Bundan boshqa oyatlar yo'q.
Yani mesela kul li'ibadiyellezine amenu yuqimussalah. Ve amma sünne, yani hadistin delili nurgunun. Sana tüketkili olmaydı. Çünkü bir misal alsak, فَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ. Mesela 5 asas üstüge kurulgan İslam dedi. Ama birisi ve ikamis salah. Bunun başka mesela İsra Mi'raj kişisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz farz kılıngan çağda Allah Teala'nın da hiye hamsun ve hiye hamsun. 5 vakit namaz dikaş 50'ke hesap dedi. 50 vaktin 5 vakitga tushuydi bu. Musa aleyhisselam'ın teşrif berip, qaytib berip mukava. Yana bir Arabi kilab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soğan çağda bir söz kişilerin qanchalik namoz farz qilindi desa, 5 salavatun fil yawmi wal layla illa an tatawwa. Nafl o'qsang ba, undan boshqa. Bo'lmasa shu 5 vaqt namoz farz deganki la azidu ala hada dedi. Nima? Uni ortiq o'qimayman. Aflahan sadaq. Bu 5 vaqt namozning farzligini ko'rsatdi. Va alayha ijma'ul umma. Butun islom ummati bunga birdek ittifoq. Namoz degan farz ba islomda. Namaz muhamuş İslam'ın türkü bağlanırken as-salatu imadu'd-din. Men aqamaha faqad aqamad-din ve men hadamaha faqad hadamad-din. Namazını taşlığanlarını, namaz okumağanlarını küfürge kadar sifatlediğin hadisler var. Yani qattiq ig'ir bunun olması. Şunu taşlaşıp olmaydı dedi o. Şu hadiste el-ahdu'llezî beynena ve beynehum as-salat. Men terakaha faqad kafar. Aşında hadiste kelgan. Ya şu tanrılığını kafir deymiz dedi maktab şuna ama lekin o'qimaganlarni desa tashlashga bo'lmaydi deb qo'ydi. Ko'pchilik olimlarning nazarida tanmagan holatda sal qarab o'rinliq qilgan lekin shahodat etgan odam bo'lsa kafir demaydi. Ba'zi olimlar kafir deydi. Va sababu wujubiha al-vaqt. Vojib bo'lishining sababi dedi. Bu iborani har xil tushunish mumkin. Nima uchun vojib bo'libdi ekan desa, Alloh taolo bandalarni o'ziga shunda ibodat qildirish uchun vojib qilgan. Vojib bo'lishning sababi shu deyishimiz mumkin. Tushunami? Niya demoqchi o'g'ini bandaning gadin farz bo'lgan chaq demoqchi. Masalan, peshimni o'qish qachon farz bo'ldi? Peshimni vaqti kirgan chaqda. Lekin ashuna boshqa ifodaldi. Biz ashunda tushunsak bo'ldi. Bidalil idafatiha ilay degan al-vaqt. Shu vaqtga idofat qilinganligi shu dalil bo'la oladi. Shu vaqtning sababul vujub ekanligiga deydi. Qanday idofat qilindi desa, masalan salatul asr dedi, salatul zuhr dedi. Salat hozir asrga shu vaqtga al-asr va zuhrga idofat qilindi. Va hiya dalalatu sababiyya. Demak, shu vaqt shunda kirgandikilam vojib bo'ldi degan dalolat qilgan bir ish deydi. Balki haddizina, hadd degan belgilangan ig'ir jazo. Aniq belgilangan qo'lni kesish, shamni kesat qilish, yuzdan urish deganda yo kallasini ilish masalan. Bular hadd. Atashfa fi haddin min hududillah. Alloh taolo belgilayotgan. Belgilangan jazolar bor. Buni ta'zir deymiz. Qazo qilmada qarab, mana 10 darra takkizib qo'ylar. Mana mashhur jarimani Allah deydigan bu mashhur so'rab qo'ylar deganda bu ta'zir deymiz. Lekin had degan belgilangan jazo. Zinoninki belgilangan jazosi deydi. Demak bu hozir nima deb iborat? Zina sababidan belgilangan jazo demakchi deydi. Shu sababni ko'rsatdi. Va kaffaratul yamin. Qasamning kaffarati qasamni buzganlik sababidan to'laydigan kaffarat. Va tajibu fi juz'in min al-vaqt mutlaqan. Bu namoz bandaning gardiniga qachon vojib bo'ldi? Mutlaq bir vaqtda. Lekin bu namozning dastlabki vaqtimi yo keyingiroq vaqtimi? Masalan, peshinga soat 1 da azon chiqdi desak, asrga soat 3 da desak, 2 soat vaqt bormi? Bu 2 soatning ichida qaysi vaqtda vojib bo'ldi? Masalan, ba'zi odamlar avval vaqtda vojib bo'ldi. Allohu akbar deb shunda azon chiqdimi? Yoki saylar o'tsak namozning vaqti kirdimi? Kirgan shu chaqda bu odamning gardiniga vojib bo'lib ketdi deydi.
Ba'zilar yoq eng oxirgi chaqda vojib bo'ldi. Buning farqi bor ekan. Yani bu tecrübe avval vaqti va oxirgi vaqt degandek usul fiqhga munosabatlik azroq. Fiqhiy masalami deyishga bo'ladi. Buning farqi masalan bir ayol peshimga azan chiqqandan keyin 1 soat o'tgandan keyin hayz ko'ydi. Keyin 1 soatni hayzda holat o'tkazdi. Namoz o'qimaydimi? Dastlab 1 soat peshim o'qimabdi, hayz o'qiyaman-da. So'ngan qisal bo'lgandan keyin namoz o'qimadi, 3-4 kun hayz ko'ydimi? Keyin farqlangan chaqda agar tejib avval vaqt qilsak, dastlab 1 soatda uni galdiga vojib bo'lib ketgan, o'qimin namozni qazosini qildiringa. Oxir vaqt desak, yo'q u desek 1 soatda vojib bo'lmagan. Keyingi soatdan vojib bo'lay deyishiga ajrab qoldi. Galdiga vojib bo'lgan, uni qazo qilmaydi dedi. Yani bu tecrübe avval vaqt va oxir vaqt degan gapning shunday ishlarga munosib. Balog'atga yetish masalasi va kaza shuni chetish tarafi bor. Lil mukallafi ta'yinuhu bil ada. Mutlaq shu bir vaqtda vojib bo'ladi dedi. Lekin Hanifi mazhabda oxir vaqtda deyish mumkin. Shafiy mazhabda avval vaqtda dedi. Oxir vaqt. Nega unda buni to'g'rilab to'xtalmabdi? Undan buni o'qimaydigan vaqtda. Ya. Gadinga atib ketgan vaqt edi. Uning qadar atilmaydi. Esa baytun ezning misolini berdi-ku. Oxirgi 1 soatda ez ko'rgan bo'lsa, uning qadar o'qimagan bo'lsa, gadinga atilmadi. Atildigan chaqajon eng oxirda ado qilmasa, unda atildi. Yo'qsa oxirgi vaqtni joiz vaqtda 1 soat vaqt o'tib o'lib qolibdi odam, ya'ni 1 soat. Xuddan namoz vaqti chiqib bo'lsa, unda o'qiyamadi. Hali o'qiyaman deb o'ylab qoldi. Gadinda namoz yo'q deyishim. Oxirgi vaqt deganlar. Avval vaqt deganda, mana gadin namoz farz bo'lgan, Allohu akbar deyish bilan bu 1 soat yashida, namoz o'qimadi, gadin namoz qilib o'lib ketdi deyishim. Yana ibodatdan afzali va avval vaqtda o'qilgan namoz deb hisoblanadi. Hozir afzallikda emas. Shu vojib bo'lib ketgan vaqt. Bu afzallik vojib qanım emas, zid kelmaydi. Lil mukallafi ta'inuhu bil ada. Bir vaqtda vojib bo'ladi bu, lekin buni mukallaf o'zi bekitadi. Shu Alloh akbar o'qigan chaqda, shu chaqda mushad vojib bo'lgan. Bunda manda desak bo'ldi. Bu vojib muvassa. Usul vojib muvassa deymiz. Vojib muvassa degan qilishga kengri vaqt bergan. 2 soat bordi-ku. Biz namozni 5 minut o'qib qo'yishimiz mumkin. Shu 2 soatdan qaysi bir parchada o'qsak bo'ldi. Endi vojib mudayyiq degan vaqt ashunga dal kelgan. Uni ortiq emas. Masalan, Ramazon, roza. Ramazon iyi desak bo'ldi yoki kunduzda ro'zga chaq. Tangni tatib kun paytida shu orliq. Shu orliq to'g'risida ortiq kam ya sal surib qilay. Yerin kichilan kunduzdan yerin unda qilay deganmaydi. Onun da ixtiyorlik yo'q. İlla annahu idza lam yusalli hatta daqal vaqtu ta'ayyana dalik mana. Namoz o'qimay eng oxirda namoz vaqti ketdi 10 minut qolibdimi? Shu chaqda o'qimasa bo'ldi, gadinga hozir 10 minut ichida o'qish lozim. Shu 10 minut ichida o'qimasa gunohkor bo'ldi. Ammo burunqa 10 minutlarda o'qimasa gunohkor bo'lmaydi. Mana 10 minut o'qimay keyingi 10 minut kechikdi, gunohkor bo'ldi. Masalan hozir namozda ba'zi namozda 10 minut, 15 minut, 20 minut o'tkazib o'qimizga masjidlarda. Azan o'qdan takbir tushmaydi. Vaqt o'tkazdi. Undan gunohkor bo'lmaymiz. Lekin eng oxirgi 5 minut qolgancha shu chaqda o'qimasak, gunohkor bo'ladi. Shunda farq bor. Hatta law akharaha anhu athima. Undan kechiktirib qolsa gunohkor bo'lib ketdi. لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا يتقيد بجزء معين. Çünkü Allah Teala muş arlıqda oqunlar dedi. Tamam? Ulan ki yak zat dastlabki 10 minut o'qishing lozim. Uni kechiktirsan gunohkor bo'lsa, ya o'ttirib 10 minut o'qishing lozim, kechiktirsan gunohkor bo'lsa demaymiz. Lekin kechiktirib, ani vaqtning namoz o'quvchilik vaqt qolgan chaqda shu chaqda o'qimasa uni gunohkor bo'ldi. Shu chaqda o'qimasa namoz vaqti chiqdi. So'ng shu chaqda gunohkor bo'ldi dedi. Namozda har doim kechiktirib o'qisa gunohkor bo'lmaydi. Gunohkor bo'lmaydi.
afzallikdan mahrum qolgan bo'ldi. Lekin kechiktirib o'qibamda. Masalan, hali o'qiyaman dedi. Hali o'qiyaman deb o'qiy degancha bir jiddiychilik bo'lib, yo bir ishlar o'chada o'qiyolmay qilish ehtimoli bor. Nonki boshda o'qilishadi. Ya'ni afzal deyli, shu puxtaroq ish. Jamoatlar o'qish uchun kechiktirib o'qish lozim. Masalan, masjidda hozir namoz o'qilsa, kechiktirsak, ya'ni 10 minut 15 minut kechiktirsak, ya shuni kechiktirish endi. Dastlabki vaqt degan Allohu akbar deb shu qilgan chaqda o'qish. Ammo uni 10 minut kechiktirib nima uchun? Jamoatlar o'qiylar. Jiqroq jamoat to'plansin, tartib ulgusin boshqalar. Undan boshqa bir sabab bo'lsa, kechiktiramiz. Bo'lmasa, masalan, qattiq issiqlikka kechiktiramiz, peshinma. Tamam? Shu sunnatda bor, Rasululloh abridu biz-zuhr. Fa inna shiddatal harri min fayh jahannam. Endi bir sabab bo'lsa kechiktiramiz. Lekin sabab bo'lmasa, dastlabki vaqtlarda o'qishimiz. Masalan, biz hozir jamoat, tushunami? Allohu akbar deb azon to'ldiqmi? Boshqa chirdigan jamoat yo'q yoki yig'ildigan odam yo'q, biz ham bilan taq tushunami? Gachida o'qisak shu afzal, dastlabki vaqtida. Azonni burunroq qilamiz. Namozdan vaqtidan burun to'ldirishi bo'lmaydi. Masalan, bomdatda, Ramazonda bomdatda bunda burun to'ldirish va ya'ni kechilik tahajjud o'qiydiganlar o'qisin deb bunda bir belgemdi. Lekin odatga boshqa namozda namoz vaqti kirgandan keyin namoz vaqti kirdi, qo'ylang deb uqtirishdan iborat bu. Ya shu bomdatda ishki to'lash va boshqa namozda ishki to'lmaydi. Jumalda ishki to'laydigan qildi. قال وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. Yani bomdatning vaqti kelayli. Bomdatning vaqti ikkinchi tong etilgan chaqda bo'ladi dedi. Al-fajr al-thani al-mu'tarid. İkinci tong atgan chaqda tong qada yuridi, bunda to'g'risi aql qildi. Biz kechida qop-qoramiz nima? Yani kechida shunda tong atish yaqinlashgan chaqda bunda uzunliqqa bir aql qildi. Ufqqa qarasanglar, kun chiqish qarasanglar, uzunliqqa aql qildi. 15-20 minut o'tgandan keyin to'g'risi aql paydo bo'ldi. Al-fajr al-thani. Rasmiy tong atgan vaqt. Shu chaqdan boshlab ila tulu' ash-shams, kun chiqqan qadar bomdatning vaqti. Al-fajru fajran, endi al-fajr al-thani dedigo, o'zining shu degan so'zni izohladi. Fajr ikki bo'ldi. Birinchisi saxta fajr. Adangullaydigan, bunda tong atganda ko'ringan, mana tong atmoqlar, kechigi tava bu. Va huvallazi yabdu tulan, bu uzunisi ko'rindi shunda. Summa ta'qubuhu zulmatun. Aqlillam yana qop-qorong bo'lib ketdi. Yani uzunisi bir aqs ko'rinib, ya'ni qorong'ulik bosib ketdi. Fala yakhruj bihi vaqtul asha. Demak, shu uzunisi bo'lgan aqliq, ya'ni saxta fajr bo'lgan chaqda tong vaqtda qish ketmagan bo'ldi. Yani bu tong atdi demaymiz uni. Hisob emas. Wala yahrumul aklu alas-saim. Ro'zdag'imi to'g'rilik yeyish cheklanmaydi. Shu joyda so'rlik yavas bo'ldi. Ikkinchi fajr sodiq. Va huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuq. Ufuqda to'g'risqa suzilgan aqlaq. Mushanda haqiqiy shu tong atdi degan geysa. Fa yahrumu bihi as-suhur. Mushun bilan suhurlik yeyishmi harom bo'lib ketdi. Yani ro'zni boshlash lozim shunga. Va yadkhulu bihi vaqtul fajr. Bomdarning vaqtimi kirdi. Qala sallallohu alayhi vasallam la yaghurrannakum adhanu bilalin wala al-fajr al-mustatil. Bilalning aziniga gululab ketmanglar. Uzunus kelgan tong'imi gulunmanglar. Uning oldidan ketmanglar degandek, ha? Walakin al-fajr al-mustatir. Lekin siz hisob qildinglar, shu to'g'risqa so'zilgan tong deydi. To'g'risqa ko'ringan axloq shu hisob deydi. Ikkisi oraliqida 12 minut 15 minut oraliqda. Qarang'ular piyon yurishdan oraliqda. Birinchi uzunisi yurish bilan ikkinchi to'g'risi yurishning oraliqida 12 minut 15 minut vaqt bor. Birinchi uzun yo'l pasi, unda
Ketmagan bo'ldi. Kechiga tava. Ha, ikkinchidan to'g'ri so'ragan chaqda bombadan vaqt kirdi. Kech ketdimda deymiz. Ajoyibda. Shu Ibn Maktum ajna to'g'risqa oq ko'ringan chaqda Ibn Maktum ama kishitgo. Ha. Bilal radhiyallohu anhu bu tahajjud o'qiydiganligi qilib o'qivason. Sulusul laylil akhir oldiga Alloh taolo tushib, duo qilganlarmi, istig'for aytganlarmi, mag'firat qilay degan chaq bo'lgan ekan, kishilarni shu tahajjudga qilib zo'liq yeganlar, zo'liq yevason, zo'liq yeganlar darhol ham tayyorlik qilsin deyish uchun burroq aytdi. Ibn Maktum amak shu o'g'achqa bu o'zgarmagan ekan tang'atqindan, boshqalar tang etib ketdi, endi azon to'la degan chaqda undan aytdi. Undan keyin siz shu Ibn Maktumning nimasini hisob qilinglar degan Rasululloh. Shu Bilal ham da uningdan ilgari o'qitdi. Ya'ni u uzunizga aqs ko'ranganlar emas, uningdan bakrak burun. Masalan, 5-20 o'tgan chaqda tang atudi desak hozir, masalan, bu 5dan 5 o'tgan chaqda uzunizga aqib bo'lishi mumkin. Lekin Bilal 2.5da azon bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zida ikkisining o'ttirda manchak vaqt vaqtda deb bag'o, mancha oyat o'qiganchilik vaqt vaqt degandek mo'ljallangan nima. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا نمازنا دستك وقت ولده آخر وقت ولده وإن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر بمداتنا دستك وقت تن أتقن شاق الفجر الصادق دماغ إنشاء وآخر وقتها حين تطلع الشمس آخر وقت كنش قنشاق yana oxirgi vaqtini ko'rsatgan boshqa islam bor. Men adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu'a ash-shams faqad adrakaha degandek. Lekin bu hozir mushadis bamdaqning dastlabki vaqti bilan oxirgi vaqtini bayon qilyapti. Ikkinchi vaqti deganda shu vaqti do'stlar. Ikkinchi vaqti oxiri bo'ldi. Ketdi deymiz. Ikkinchi vaqti Tushqatgan chaqda namoz o'qishga bo'lmaydi, cheklangan bor. Ikkinchi vaqti hatto tatloshdan chiqqanga qadar, chiqishga boshlagan qadar. Shunda boshlagandan keyin ketdi deymiz. Ikkinchi vaqtdan arab bo'lsa bo'lmaydi. Ko'tarilayotgan chaq desak, nezbu ko'tarilganga qadar. Bu namoz o'qigan chaqlar cheklanganida chiqishi mumkin. 3 vaqt yoki 5 vaqt cheklangandir. Oldin vaqtlar ya, ya'ni vaqtlarga chiqma vaqtlarga nima bajaradi o'tdim vaqtda ash vaqtdan ham sardo bo'ldi. Ash vaqtning ishida bir yerda o'qish farz. Hammani banda o'qib o'tkazib bo'lmaydi. Nima? Dastlabda o'qimagan chaqda edi, keyingi 10 minutda o'qiydi desa, gunohkor deb bo'lmaydi. Shuning ishida masalan yarim soat desak, yarim soatning ichida qaysi vaqtda o'qisang bo'ladi. قال ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل مثليه سوى فيء الزوال. عندك فيشن وقته. فيشن وقته من زوال الشمس. كنت تكلاشكن چغدا كنت تكلاشكن وقتنا قام قائم الظهيرة. Bunda tiklashga bor. Tiklashgandan keyin shunda qarilishga boshlasa, pislashga boshlasa zavol bo'ldi. Zavol degan o'sha mayl bo'ldi degan. Zala an kabidis sama. Aslında o'ttirdim unda qayrildi degan. Demak, zavol shams degan quyosh tiklashib, unda bir tarafga qayrilgan chaqdan tortib boshlanib, peshinning vaqti qachongacha davomlashadi har qanday bir narsaning soyasi 2 hassa so'zilgan qadar, 2 hassa tushganga qadar siva faiz zavol. Faiz zavoldan boshqa 2 hassa. Faiz zavol degan nima? Faiz degan bu qaysini ko'rsatadi. Fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Yani rajao degan. Shuni al-fay deymiz. Mushriklardan, mujohidlarning, musulmonlarning qo'lga qaytib kelgan mol-mulkni urushsiz kelsa fay deymiz. Uni qaytib kelgan pulim. Faiz zavol. Faiz zavol Hanfi mazhabida, masalan, Shafiy mazhabida babu. Buni menda tushuntirdim.
Mesela zemin. Zemin'e bir kadı tıkıldık. Zaman daşkı karanlık. Zemin'e kadı tıkıldık. Yani gün meşrikten daha çıkmayan kıldığa daha kıldı. Bu çağda neye sahip şütte mi? Mağrub tarafı. Kadının gün tarafı sahip şütte mi yani? Zaman Mişaga kadının den üstü kelgen çağda ekvator sızıqıdaki dolap qalsa sahip fakat düşmeydi. Yani burada tursanlar ya onunla ya sola sahip düşmeydi. Bunda karışanın sahibi yok. Bu şey çok sıkılan kıldı insan. Bunda kelgenken ekvator sızıqıdı kelmedi. Ama kısal cenub ya şimal tarafında çoğu. Onda sahip düşüydü. Mesela bu şu hayatınınki bu şu kadını tıkıldık o. 1 metrlik kadar desek, bunu tıkılsak bu şu etrafıga 2 santa, 1 santa değil zaten. 1 santa sahip düşüydü o. Yani bu sahip mesela küntesiz tarafında 1 santa sahip düşüydü deyimiz. Çünkü gün şunda kayrılsın ya kase zâle şems deyimiz. Gün kıysaydı. Miyada sayısal ağaç başlayış. Ama miya kase birisi miya kıldı. Daha zaman miya kep kalsa kese olup işin oturdu. Demek vakatın 1 metre desek 1 metre ötkendikin 1 metre. 1 metre ötkendikin 2 metre sahip düştü. Hem de 2 metre 1 metreni hesaplaşta biz tikleşken çağda düşken sahini ketip hesaplandık, katma hesaplandık. Mesela 1 santa desek 101 santa olan çağda misli bol dediğimiz. 1 santin çıkarır. 2 metre 1 santa olan çağda 1 santin çıkartıp misleyin oldu dediğimiz. Şunu demek. Siva feyizde varken 1 santin hesaplamay, tikleşken çağda asıl basayını hesaplamay, onun başkasını hesaplayısıdır. Kadının hepçöristiki basayını hesaplamayısıdır. Yani bu işkili karışka esasen. İşki karışın var birisini bayan kıldı hazır. Misleydi de. Bu da misli de çıkıldı. İşkili karışını kıysak şu feyz zavalını hesaplamayız. Misli, yani misleyin diye işkilisini hesaplaştan 1 santıdan artık bir hisse ya 2 hisse de ondan hesaplamayız. Ne adamdı? Misleyhi diyen muş karaş, bayan kılınan karaş, Hanifi mezhepte hesapta karalan karaş şu. İmam Ebu Hanife'nin karışı. Ve şerhi karısanlar وَلَا خِلَافَ فِي اَوَّلْ وَقْتِ Zeval-i şemsinin tartı başında bize bunun başkanın tartı yok. Yani bir mezhepte olsun, başkılda olsun. Gün kıysayganının tartılan peşine vakti kirdi. Çünkü hadiste iniq deyip etken bu olacak. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِهِ Ahirki vakti kaçan, peşine vakti kaçan çıktı da degende ihtilaflaştı. وَاخْتَلَفُوا yani dışarıda hazır İmam Ebu Hanife ve onun şagirdleri ihtilaflaştı. فَالْمَذْكُورُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَ Şu kitapta bayan kıyın misleyn diyen yukarı bayan Ebu Hanife'nin sözü, karışı. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدْ اِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ Sayısı bir hesap olsa feyz zavaldan başka peşimden vakti şu çağda çıktı doğru. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة مش قرشنا حسن بن زياد مو أبو حنيفة رواية تكين لكن عند peşimden vakti kaçan çıktı da kaçan tügeydi diyen meselede zahir rivayede çıkanlardım kemmigen. İmam Muhammed'den asıl diyen kitabıda kâgini esrinin vakti adamın sayısı işkesi boğan çağda esrinin vakti kirdi diyen bayan ba. Diyen peşinin vakti onda çağda çıktı diyen gep yok. Şunun hem de şu say işkesi boğan çağda peşinin vakti çıktı diyen depmanda düşünüş mümkün. Çünkü onda enek onda bayan kılmagan. Vakti ba belki bu. Ba ulamalı bağırıptı. Hadi çıkıdı. İşkesi boğan çağda esrinin vakti kirdi diyen şu çağda peşinin vakti çıktı demek çok şey doğru deyip Ebu Hanife'nin karışı şuna keldendi. Yani zahiri rivayet emirken mi de? Lekin şunda oldu. Sahibenin karışına İmam Tahavi tanıgan. Yani üçüncü bir karış var. El-Mualla Ebu Yusuf'tan rivayet kıldı. Ebu Hanife'de rivayet kıldı. Bu üçüncü karışını İmam Kerhi tanıgan. Bu karışındaydı. İşkesinden azrak boğan çağda
peshinning vaqti ketdi, asrning vaqti kirmaydi. Asrning vaqtida ikkisi bo'lgan chog'i kirdi. Masalan, 1 metrlik xodining sadece 1 metr 80 bo'lgan chog'da peshinning vaqti ketdi. 2 metr bo'lgan chog'da asrdan kirdi. 1 metr 80 bilan 2 metr araligi 20 santim. Shu araliqda hech qaysi namozga tava emas bir bekavaq bor. Va zakara fil muntaqa degan kitobda biz Hakim ash-Shahidning kutubi g'ayri zohir rivoyatni to'plagan, shuni tanlab yoki ixtisor qilgan kitobi dedik. Lekin zohir rivoyatni ixtisor qilgani al-Kafi. Mush kitobda rivoyat Asad an Abi Hanifa. Demak, rivoyat Asad an Abi Hanifa hozir nima? Rivoya an-Nawadir yoki g'ayri zohir rivoyat. Asad ibn Amr al-Bajali imom Abu Hanifaning shogirdi Bag'dodga qarzi bo'lgan. Mush shogirdi Abu Hanifadan bunday rivoyat qildi. Annahu idza sara dhillu mithlahu kharaja vaqtu dhuhr. Birasi bo'lgan chaqda peshin vaqti ketdi, va la yadkhulu vaqtul asr hatta yasira mithlayn. Ikkisi bo'lgan qadar asrning vaqti kirmaydi, fa yakunu baynahuma vaqtun muhmal. O'tirib tashlab qolgan say birasi 3 kishilik bir vaqt bor demakchi. Endi hozir dalillar yetkazaydi. Qarash bor. Abu Hanifaning peshinning oxirgi vaqti say ikkisi tushganga qadar bo'ldi. Ikkisi shunda tushganligidan nima chiqadi dedi. Shunami? Sohiban birisi say tushgancha peshin vaqti ketdi. Sohibanning qarashini Shafiy tutgan. Yani İmam Shafiy, İmam Muhammadning shogirdiga ustozining qarashini tutgan. Ustoz deyiladi. Mush qarashni İmam Shafiy tutgan. Endi dalillar kelaylar. Bu hozir Hanafi mazhabining sizga ixtilof emas. Hanafi mazhabining sizga ixtilof va boshqa ulamolar sahobaning qarashini tutgan ekan, ikki taraf bo'ldi. Lahuma lis-sahibayn uning bilan billa shu İmam Shafiy boshqalar bor. إمامة جبريل عليه السلام وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل مرتين عند البيت. جبريل ما كابنن قشر إشكتم إمام بوغان كندا أشو إسراء معراج بوغان إسن آتسي ديده 5 vaqt namoz farz qilindi. Undan ilgari 2 vaqt namoz o'qiydi. 5 vaqt namoz farz qilingandan keyin Jibril alayhisalom tushib Rasulullah imom bo'lib Ka'baning oldida imom bo'lib buguni 5 vaqt namozni bir o'qib berib, ertasi 5 vaqt namozni bir o'qib berib, namozdan vaqtdan nimishaycha deb to'sib qo'ygan. Shu hadisni demakchi. Ka'baning oldida ma 2 qatim Jibril imom bo'lgan. Fasalla bi'az-zuhra fil yawm al-awwal. Imom bo'lib birinchi kuni peshinni hina zalat shams. Kun qayrilgan chaqda o'qidi. Wal asra hina sara dillu kulli shay'in mithlahu. Asrni sayisi birasi bo'lgan chaqda o'qidi. Wa salla biya fil yawm ath-thani adh-dhuhra hina sara dillu kulli shay'in mithlahu. Ikkinchi kunda peshinni her narsaning sayisi birasi bo'lgan chaqda o'qidi. Ya'ni bu hozir birasi bo'lgan chaqda o'qidi degan gap tunigan asr o'qigan chaqda o'qidi. Diqqat qilsanglar. O'xshashim, ha? Wal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlayi. Asrni say ikkisi bo'lgan chaqda o'qidi. Wa qala ma bayna hadayn al-waqtayn waqtun laka wa li ummatik. Mush ikki vaqt ikkisi o'xshash bir vaqt bo'lgan bo'lsa, masalan, peshinni kun qilsaganda o'xshashim. Boshlanishi o'xshash. Tugash vaqti ikkinchi kunda o'qigan, suzabroq kechiktirib o'qigan vaqt shu. Mush ikki arliq namozning vaqtimiz. Peshinning arliqma arliq, asrning arliqma arliq deb belgilab berdi. Bu sahibanning yoki jumhurning qarishining dalili. Yani bu qanday dalil bo'ldi jumhurga? Birinchi kuni asrni say birasi bo'lgancha o'qishnama. Bu boshlanishiga asrning vaqtining boshlanishi ekan. Ikkinchi kuni ikkisi bo'lgancha o'qima. Birasi bilan ikkisi bo'lash arliqa ham shu asrning vaqti ekan deb tushundi. Bunda olgan ekan, ay birasi bo'lgancha peshinning oxirgi vaqti bo'lishi kerak. Oxirgi vaqt bo'lishi kerak deb. Hozir bunning dalil qilish usuli shu. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ikkinchi kunda
vaqtning oxir chekini ko'rsatib qo'yish uchun o'qigan edi. Shunda turug'liq peshimni mislanga kechiktirdi. Abu Hanifa mislanga qadar duo. Birinchi kuni dastlabki vaqtini, ikkinchi kuni oxirgi vaqtini bekitgan. Ikkinchi kuni oxirgi vaqtida peshimni kechsa, soat 3ga qadar kechiktirdimi? Yo'q. Unda ekan peshimning oxirgi vaqti soat 1 bo'lgan qadar ekan deymiz. Ikki tarafdan dalil keltirdi muhaddis. Endi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bu dalili qanday jalliq qilmoq. Gerçi yolg'iz qolgan bo'lsa-mu, shogirdlarini tashlab o'tdi. Yolg'iz qoldi. Lekin ba'zi yolg'iz qolgan chaqda Abu Hanifaning dalili kuchli bo'ldi. Chunki dalil kuchli bo'lgandan keyin yolg'iz qolsa-mu sabot bilan turgan. Muhaddislar haqiqatini kishinin shu hamma sayt biraz bo'lganda o'qigandan keyin odam kimsa asrni qo'yadi shu vaqt. Dil shu vaqt. Hozir shu Abu Hanifamda ustozi dalmishaga esladi. Bir vaqt ikki namozga tangda vaqt bo'lmaydi. Hadi to'xtama. Abu Hanifaning daliliga qarab qo'yaylik. Wali Abi Hanifa rahimahulloh qawluhu sallallohu alayhi vasallam abridu biz-zuhri fa inna shiddatal harri min fayh jahannam. Abu Hanifaning birinchi dalili. Bu sayyidiz peshimni havo sal salqindiganda o'qinglar. Bu yoz vaqtida, qish vaqtida emas. Yoz vaqtida toza issiq bo'lgan chog'da peshimni toza issiqda optotni manib kelib bo'lgan chog' emas. Sal havo salqindiganda, soat 3ga vaqtda tamning qishida sayildan keldigan havo sal so'ringan chog'da o'qinglar. Chunki issiqning qattiq bo'lishi jahannamning tartidan lap qilib turgan shu issiqni deymiz-ku. Wala ibrada qabla an yasira dhillu mithlihi. Saya ikkisi bo'lgan qadar saqilsaq andin dedi ibrad havo salqindash degan gap vujud chiqadi. Bu mustaqil havo salqindamaydi dedi. Lianna shiddatal harri qablahu. Chunki 2 soat 3dan burun qattiq issiq bo'lgan chog' shu. Xususan fil Hijaz va shu Saudiya Arabistonda Hijaz, Makka, Madina shu joylarda shunday qattiq bo'ldi. Bu birinchi dalil. Va kaza oxir hadis al-imama hujjatullah. Endi siz dalil qilgan hadisni ma'qul. Ashuni bir qaraylik qana. Bizga dalil bor shundimi? Ashadisni, asay, tamam. Sayyidlikda ma'qul keldi. Endi bizga dalil debdi sahiban Abu Hanifa yo'q. Mana dalil bor bunda. Mana tarjima dedi. Lianna imamatahu az-zuhra hina sara az-zillu mithlahu. Mana peshimni bir hassa soat tushgan chog'da imom bo'lib o'qib berishi nimaning dalili? Dalil ala annahu vaqtu az-zuhri. Peshimning vaqti ekan deb tushundik. Nima? La vaqtul asr. Bu asrning vaqti emas ekan. Peshim o'qsaq bo'ldi ekan shu chog'da. Peshimning vaqti ekan deb tushundik. Birinchi kunda shu chog'da asr o'qigan. Bu yerda birinchi kunda, ikkinchi kunning bir o'zi zikr qildim. Va huwa mahallul xilaf degan mishada misl bo'lgan chog'da biz hozir ixtilof qilib qoldik-ku. Bu hozir peshimning oxirgi vaqtimi emasmi degan ixtilof qoldi. Va idza waqa ta'arud, unda ta'arud kelib qolgan ekan, peshimning vaqtimi bu misl bo'lgan chog' asrning vaqtimi deb ta'arud kelib qolgan ekan, fi xurujihi la yakhruj bi-shak. Asla yaqinan, masalan peshim bo'lgan chog'da peshimning vaqti yaqinan kirdi-ku, biz bildik. Bil ittifoqim peshimning vaqtimi shu. Shunda soya olib o'qib turibdi. Bu qachon chiqdi shu yaqin vaqt qachon chiqdi? Yaqin bir isbotlan chiqdi. Shakllanib ketma. Lekin hozir biz chiqdi deb shuni qilib qoldik. Nima ekan? Yaqin isbotlangan narsa shakllanib ketma. Xuddi biz tartaq odam keskin tartaldi-ku. Yel chiqdi, unda deb shakllanib qolsa tarsinmaydi. Shunga o'xshash dedi. Endi Abu Hanifaning birinchisi abridu biz-zuhr degan hadis nima? Ikkinchi hadis ash imomati Jibril. Ashuni dalil keltirdi. Yana Imom Abu Hanifa Sahih Buxoriyga bir hadisni dalil keltirgan. Bu hadis ijaraga munosabat bo'lsa, adam yollab ishlatishga munosabat bo'lsa-mu, shundan vaqtning miqdorini chiqargan Abu Hanifa. Sizlar bilan ilgirki kitob berilgan Yahud Nasaralarning vaqtining misoli
bir yollanıp işleyen kişiye o'xshaydi. Endi kechgacha qasinglar bir qirat ishlab turishlar desa, Yahudiylar ma ishlaydi deb boshlashdi, tamam. Endi peshingacha ishlab ular tushgacha. Bularni o'sha to'xtab qolay, ma ishlaganlar vasat. Bir qirat berildi. Ondan xristianlik keldi. Kunning qaqog'isini qasinglar ishlab, mana shuni ishlaysizlar, biz ishlaylik dedi. Shundan peshindan asrga ishlab bo'lmay, bo'ldi men o'sha to'xtab qolay, ishlaganimga pullar unga bir qirat berildi-mi? Undan keyin samimiyat keldi. Ondan keyin kechgacha qasinglar ishlaydi-dok, ishildi. Bizga 2 qirat berildi. Ikkisini o'zi qo'yish mumkin. 2 qirat berilgan ekan, Yahud Nasara o'qitib qo'yibdi. Bu bizdan oz ishlab, bizdan jiqishaq qoldi bular. Nima bo'lganda jiqishaq qildilar deb o'qitib qo'ygan ekan. Zalika fadli utiman nasha. Buni fazlan hali olganda bir o'taman. Sen e'tiroz qilish haqqing yo'q dedi. Yani mishadiki hadis Abu Hanifa'nın qarshi qaysi tarafdan dalil bo'ldi? Yani bu hadisda asrning vaqti peshinning vaqtidan qisqa degan mazmun chiqdi deydi. Asrning vaqti peshinninkidan qisqa degan gap chiqdi. Abu Hanifa'ning namoz vaqtini bekitishga shu qarishi bo'yicha tushunsak, bunda to'g'ri chiqdi. Bo'lmasa unda chiqmaydi. Nonkan asrning vaqti peshinninkidan qisqa ekan deb muayyanlashtirdi o'qiydi. Asr bilan namozshamning oraliqi kunduzning 1/4 kilo. Endi desak hamda say masalasini qilsak, mislayndan keyin desak ani qisqa. Misl desak, bu asr bilan sham oraliqi peshin bilan asrning oraliqidan jiq chiqdi. Bu bunda bir dalil keltirishimda. Yani Abu Hanifa yani bir tarafdan onda deyishi mumkin. İmamati Jibril hadisi bu aşı namoz dastlab farz bo'lgan chaqda Makkada bo'lgan. Keyin Bilal azan to'lab Madinada Alloh o'tdi. Keyin bu mansub qilinib ketgan. Abu Hanifaning yana bir qilsa. Jibrilning o'qigan u vaqt bilganisi mansub qilib ketgan. Yani mushu nuqtada mansub qilib ketgan bo'ladimi? Boshqa nuqtada aslida qolgan bo'lsa-mi? Nima uchun desa, çünkü başka seyyidizlerde men adraka rak'atan min al-asri qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-asr. Keldi-mi shunama? Shu mazmunda seyyidizlar tabi ko'p. Bunda asli bo'lgan ekan, hamda Jibril imom bo'lgan chaqda ikkinchi kun namozning oxir chekini bayon qilgan dedingiz. Ikkinchi kunda mislayinda o'qipadimi asrni? Unda ekan hozir mislayinda asrni vaqt ketdi. Endi asr o'qishi bo'lmaydi undan keyin. Kun patgan qadar asrni o'qisangiz vaqtda o'qimagan bo'lsangiz degan gap chiqdi mana. Yo'qki men zikr qildimmi? Bu zikr qilishni chiqish yo'li bormi? Yo'q. Kun patgan qadar bir rakat o'qiysiz, 2 rakat o'qiysiz, albatta hisob. Mislayindan keyinmi? Hisob degan bo'ldi. Undan keyin zikr qilgan ekan, yo'q, Makkada dastlab namoz Isro Mi'raj kechasi namoz farz qilib, islam imom bo'lib qolgan chaqda mislayinda bekitgan. Keyin undan ma'lum tag'ribush shams hatta tag'ribush shams masalan degan hadisga asosan kun patgan qadar vaqt so'zilgan. Men shuni olma demoqchi bu. Biz İmam Malik'ning sal g'ayri bir qarashi bor. Bu tafsirlarni o'qish uchun siz Bidayatul Mustahidni o'qisanglar. Ashari xil qarashlar shuni chiqadi. Abamızın imamdan ma'lum birinchi kuni Jibril imom bo'lgan shu asrni shu bir misli vaqt o'qidi degan misol shu nisqolab ketganda boshlanib javob beraman. Misli o'qigan chaqda mas'ul ketgan. Oxir vaqtida mislayn deganmi ummas qilib ketgan. Hozir oxir vaqtda g'urub shams dedi. Endi destak vaqt shu mislayn. Mislaynni boshlanib g'urub shams tugidi deymiz dedi. Nima uchun mas'ul qilib ketgan desa, masalan bayatdan biz degan sayyidiz. Ikkinchisi imomati Jibrilda ikkinchi kunda asrni birinchi kunda peshin o'qigan
çağda okudu. Şuna ama endi hammayla ittifoq. Bir vaqt tang ikki namozning vaqti bo'ladimda. Mesela misli bo'lgan chaq ham peshinning vaqti, ham asrning vaqti bo'ladimda. Bo'lmaydi. Hech bo'lmasa endi shu hozir ixtilofli ishqa Abu Hanifa, Muhammad Shafi'ning qarashi shunda Imom Malik deyishi mumkin. Shunda kelib misli bo'lgan chaq soat 2 deydi mesela. 2 desek 2-5 minut qolgan chaqda mush 5 minut peshinning vaqti, asrning vaqti deyish mumkin. Bu bidayat mujtahid nuqsoni unda gap chiqishi. Ha, bu yerda Imom Malik bo'lmagan ekan, biz hozir hammaylar bir vaqt ikki namoz vaqti bo'lmaydi deydigan bo'lgan ekan, biz hamma ittifoq. Misli bo'lgan chaq ham peshinning vaqti bo'lib, ham asrning vaqti bo'lib qoldimi sizning dil qilganingizga asosan desa bo'ldi. Bu nima deydi olsa, yo'q buni ta'vil qilib, birisida başlagan vaqt deydi. Ma'vo nima qilgan vaqtida bunda deb baqir. Ben keyingi hadisini deb qarayman. Asrning vaqti kurash patron qiladi. Ya, keyingi hadisga asosan ular yo'q, avo mislan degani nima shu chaqada toza shu ubda vaqti. Afzal va nayt ubda vaqti mislandan tatib kun sarg'iyib, masalan, patay deb qolgan qadar bu makruh vaqti. Lekin shu vaqtda deb bunda ikkisini jamlab qo'ydi. Lekin endi bu masalada Imom Abu Hanifaning qarashi daljihatdan da kuchli unda demasakmi, lekin ma biz tarafda olib borsak eng put qarash shu. Nima uchun? Imom Abu Hanifa asr o'qisang bo'ldi degan chaq, boshqa asr o'qisa bo'ldi degan chaq shu. Masalan, mislan bo'lgan chaqda asr o'qidikmi? Boshqalimi? Shu vaqtda, dam vaqtida o'qillar deydi. Lekin avning misli bo'lgan chaqda o'qishni Abu Hanifa yo'q vaqt shuni taqir deydi. Demak, avu muxtalafun fi va muttafaqun alayhi. Bundan keyin misli bo'lgan chaqda hammadan voyna, hammamizdan vaqt o'qildi mana deydi. Bu tarafdan bu xotirjam qarash. Ijma'an joiz bo'lgan vaqt. Vaqtda Imom Abu Hanifaga mazhab etgan faqat shu o'rtadagi misligan vaqt mazhab etgan. Misli degan vaqt munosib ketib, hozir peshinning kun shuna qayrilishdan tortib, misliga qadar peshinning vaqti degan. O'rtadagisi mazhab etgan faqat chiqishga Endi o'ttirda deb qolsak, masalan, o'ttirda bir vaqt bor deb qolsak, bu masalan Bamdod bilan peshinning orasida bir vaqt bor. Masalan, kun chiqqan qadar Bamdodning vaqti. Endi kun nez bo'yi ko'tarilgan qadar namoz o'qish shaklangan vaqt. Nez bo'yi ko'tarilgandan keyin chashga o'qsak bo'ladi masalan. Ayt namoz o'qiymiz, shunda o'qidanmi, lekin bu orliq peshin qadar o farz zunda namozning vaqti emas. Shu o'xshashanda bir taslim qilgan vaqt bor. Mishaaj bo'lsin subhanallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka va atubu ilayk. Tamam, darsning davomi va kitobni o'qigan darslari beshidan iborat o'qitaman. Ruxsat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab salat. As-salatu fi waqti ad-du'a. Qala Allah ta'ala wa salli alayhim ay ud'u alayhim ud'u lahum. Wa qala alayhi salatu wassalam wa sallat alaykum al-malaikatu ay da'at lakum. Wa qala al-a'sha wa salla ala janniha wa tasama ay da'a. ففي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط مخصوصة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة وهي فريدة محكمة يكفر جاهدها ولا يسع تركها ثبتت فرديتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب كقوله تعالى